Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Hafizov Narimon, 8-sinf o'quvchisi. Men Ne'matov Amirxon 8-A1 sinf o'quvchisiman. Ixtirolaringiz nima haqida? Ixtiroimiz yerni va suvni tejash uchun qilingan. Masalan, unumdorlikni oshirish uchun ham qisman, masalan, 1 gektar joyga 3 qavatli qilsak, 1 gektar joydan 2 gektar bilan 3 gektarda arasida hosil olishimiz mumkin. Keyin bu yerda avtomatik sug'oriladi, tomchilab sug'oriladi. Hamma narsa avtomatik bo'ladi. Odamlardan faqat bitta kerak bo'layotgan narsa suv quyib turish. Uni kelajakdagi loyihalarimizda uni ham avtomatikalik. Uni ham men bu nasoslar orqali tepaga bakka chiqarish mumkin bo'ladi. Hozir o'zi namlikni o'lchaydi. Masalan, o'simlikka qarab o'zingiz belgilab bersa kodida. Masalan, 40% ga nima yarasha ekin bo'lsa, 40% dan kamayib ketganda o'zi sug'oradi. Bo'lmasa bundan ham ko'proq. Namlik tushib ketganini o'zingiz ham manaqdan displeydan tekshirib turishingiz mumkin. Hozirda bizda namlik 40% dan tushib ketsa, motorlar o'zidan o'zi ishlaydi. Demak, bu ko'proq issiqxonalarga to'g'ri kelar ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Issiqxonalarda ishlatsa bo'lar ekan. Keyin bundan yana shunga to'g'irlab turib, 100 qavatli binolar desak, 100 qavatli binolarni devorlarini aylantirib chiqsak ham ekologiyaga ham foyda bo'ladi.